Erga Sarnitsa musobaqasi desak eslaymiz hamma. Eshitsin Halilov domlalar birinchisi olgan sinflar biza bo'lamiz, rahbar bo'lamiz. Birinchi o'sha kelgan yilmi, undan keyingi bir yildan keyinmi sizlarga so'radi. Birinchi domla birinchi sinfda edi. Belgima. Sarnitsaga biz yutdik-a? Yutqizuvdik. Yig'lardik birga. Yig'ladilar. Mayondan chiqmaydi, birga yig'laganmiz. Ishdan kelganmiz. Ben hatto qarang o'quvchilarga qo'shilib, o'zi o'qituvchilarga qo'shilib ketganman. Shunday bo'lgan-ku. Rosa tayyorgarlik. Bizga yutishimiz kerak bo'lgan. Ham doim ustun kelganmiz, zo'r tayyorlanganmiz, lekin ba'zilarga berilib ketgan. El Murodova, talabkash bo'lgan, talabkash. Qo'shni to'ri bal qo'ydilarmi? Yunus akamga rahmat. Yunus akam mana bu Anvar akam aytganda biz bu maktab ikkinchi qaldirmoqchimiz. Biz 77-yilda kelganmiz. Yunus akam dars berganlar. Abduqodir aka Qo'yto'yev rahmatli dars berganlar, Ko'chil dars berganlar. Davlat Kenjal dars berganlar. Sinov rahbarimiz birinchi kelganimizga Melboyev domlaydi, Germandan. Islomaka Hojiboy. Undan keyin uzundan domla kelardi, keldi, yodimdan sal ko'tarildilar. Yo'q, uzundan keladigan. Uch domlalar? Yo'q. Yo'q. Ximik bo'ldi. Moshimanga men hozir kelib bir ximikka kelib tushganimdan shoira qizim keldi, men taniyapsizmi? Sizlarga ximik yo'q, tanimadi. Ko'rasizmi? Haqiqatan yo'qdan chiqargan. 35 yil bo'lib, 35 yil bo'lib. Tanishtirganiga rahmat shoira qizim. Sog' bo'ling. Hammalariga sog' bo'ling. Mana hech nima qilmadim. Mana sinfdoshim bo'lgan. Endi bizda 8 gacha o'qiganmiz, tortildi. Gumonotda Xudoga shukr. Nabiralar bor. Endi nabiralar turishga berdik, hali Xudoga shukr yetishyapmiz. Hammaga sog'lik, hammaga mana shunday baxtlar nasib qilaversin. Doim sog' bo'ling. Lekin hozir ham aytaman, hozir ham mana ishlayapman. Rahmat. 65 ga ko'ra hozir ham ishlayapman. Hammalari sog' bo'ling. Gapiramiz to'g'ri. Ular gapirdilar, keladigan domla. Nima? Murodov. Yo'q, ximik gapirdilar. Ximik? Ximik deyapti. Ximik degan joyga domla bor edi, sochim bor. Qariroq domla bor edi. Esonman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni aziz ukajonlarim, aziz ustozlarim, aziz do'stlarim. Hammamiz ham do'stmiz hozirgi kunda. Albatta. Endi mana bugun haqiqatan ham hozir ustoz juda ham to'g'ri gapirdilar. Ustozlar gapirishdi, haqiqatan ham tushgacha men garchaki to'g'ri gap sahnada yurgan odamman. Ko'p sahnada televiziyalarda bo'lib yurdik-da endi. Hech hayajonlanmasdim. Tushgacha hayajonda ishlaydi. Shu bugun tushgachasi haqiqatan ham men uxlolganim yo'q. Biz haqiqatan ham mana ustoz shunaqa deydi. Uxlolganim yo'q. Nima bo'lar ekan? Qanaqa ekan? Kimlar borar ekan? Kimlar bo'lar ekan? Bunda odam hayajonlanar ekan. Hattoki ana ukajonim borganlarida uyga taklifnoma ko'tarib borib, ustoz shunaqa dedilar. O'sha payt mana shu yerga bir narsa tiqilganday bo'ldi. Bu haqda bu. Haqiqatan ham men xursandman. Avvalo mana shuncha yillar o'tibdi. Qarang, hammasi ota, ona, bobo, bibi bo'lishgan, nevaralik, boshqa bo'lishgan. Men juda ham xursandman. Saflaringiz ilohiy kamaymasin. Farzandlar vaqtini ko'rib, chiroyli mana shu mustaqil O'zbekistonimiz ajoyib davrda. Albatta. Haqiqatan hamda zo'r davrda yashayapmiz. Bundan keyin ham davom etsin. Hammalaringizga omad bersin, sihat salomat bo'linglar. Bizani eslatib turibsizlar, sizlarni Alloh doim qo'llasin. Shu ustozlarni ham oilalariga faqat farovonlik bersin. Aytganingiz. Boshi doim ko'tarinki ruhda yurgan, xuddi shunday bo'lib davom etsin. Sizlarni hammalaringizni oldin ham yaxshi ko'rganmiz, bundan keyin ham yaxshi ko'ramiz. Men o'zimga keladigan bo'lsak, shu kasbim o'qituvchilik davom ettiryapman hozirgacha. To'g'ri o'rtalab har xil pog'onalarda ishlab ko'rdik, hammasi bo'ldi chiroyli. Oilaliman, yaxshi ko'rib olganman, bilasizlar buni. 4 ta farzandim bor, 3 ta o'g'lim, 1 ta qizim. Hammasini uyli joyda qilganman, 7 ta nevaram bor. Maza qilib chiroyli yashayapmiz. Bugun sizlarni ko'rib, yana ham yosharib ketdim. Omad
O'zbekistonga Salim domlam. Salim domlamiz qoldilar. Salim Bozor kim gapiradi? Bozor keladi, qo'shiq aytadi. Marhamat. Marhamat gapiring, mana gapiring. Siz bizni hayotingizni Nechta xotinimiz bor deb so'rashyapti. Gapiring. Salim so'z sizga keladi. O'shani ayting birinchi. O'shani ayting birinchi. Qizim chiqarganman, o'g'larim hammani uylantirganman. Bitta nevaram chiqardim. Nasibada chevara ko'rish arafasida mana shu ijrosimiz. Nasib. Xudo yetsin. 8 ta nevaram bor. Boshqa Nevaradan qo'yib keldi. O'sha-o'sha o'zgarganim yo'q. Har qanchasi. Onlarning shu. Ana ustozga gapirishdi. Bir narsaga odam xursand bo'lar ekan. Menga savol berishadi, nima domla yoshlar yuradi shunaqa. Bizlarning o'qituvchilarning yoshlar yurishini sababi bitta. Shogirdlarni ko'rganlar assalomu alaykum ustoz desa, har kimga unga salom bermaydi. Shuning uchun bizga aytadi, nima kerak boshqa? Siz asosiy aytasiz, sog' bo'linglar. Bizlarga o'xshab ser davlat, ser farzand bo'linglar, nevalar bo'linglar, chevalar bo'linglar. Nimaga niyatlaringiz dardlaringiz ijobat bo'lsin. Mana shayni saqlab tursalar bizga gapirib turadi. Qo'yma sog' bo'linglar. Savol gapiringiz bersa? Qani, Mana bularga dars o'tkazsa? Gapiring. Shoirlar o'rgatganlar. Videoga tushadi. Eshitaman. Bizni oilamiz 4 ta farzandim bor. 3 ta kelgan bo'ldi. yashaydi. Hammasi joyida. Qilamiz. 15 ta nabiram bor. Badavlat. Kasbimni ishib kelaman. Domlalar şey ishlashyapsiz. 40'ını bilmem ne işte. Mağrur bu işte onu ötkitledi. İyi zakon iş yaptı. Lekin Bodrumaydan tarafdan so'rayapmiz bugun. Bu hamma aytolmaydi, buni Alloh bergan ta'lim biladi-da. She'rlarni aytadi. Bitta she'rlarni jo'natib, bitta qo'shiq aytadi. Biz ordi beramiz. O'sha choyxonada, mana albatta men buni aytganman, yana aytasan, hech qisi yo'q. Bu yerga biron nima ham emas. Men biron birinchi ikkinchi joy emas. She'rda qo'shilib mana o'zim aytaman. Men buni albatta aytaman. Boshlayman. Men Almazon Noijaman. Sarasiyon Shatsiyozi mahallasi. Turmushga chiqqanman. 4 ta farzandim. O'g'il, 2 qizim. Hammasi uylangan, Xudoga shukr. 4 ta nabiram bor. 2 o'g'il, 2 qiz. Ben Melikva shoira. Hozir Mustafa Qulov shoira bo'lganman. Asildagi Mustafa Qulov she'rlariga turmushga chiqqanman. Allohga shukr, 4 ta farzandimiz bor. 3 qiz, kattasi, kenjam o'g'il. Bolalarni hammasini oliy ma'lumotli tildik. Hozir kenjam 2-kurs universitetda o'qiydi. Bitta qizimni turmushga uzatdim. Nabiracham bor, Ibrohimjon. Shu tinch, totuv hayot kechiryapmiz. İstanbul Ömyasar. Ben şu Do'stlik mahallasiga turmushga chiqqanman. 3 ta farzandim bor, 4 ta nabiram bor. Men Qurban Nasibaman. Shahar jannat makonda yashayman. Oilaliman. 3 ta qizim, 1 o'g'lim bor. Qizlarim hammasi oliy ma'lumotli. O'g'lim nasibda o'qitish niyatidaman. Islom Oqiljon Melikmurodovich. Do'stlik mahallasiga yashayman. Oilaliman. 4 farzandim bor. 3tasi o'g'il, 2tasi qiz. 3tasini uylik joyda qilganmiz. 1tasi kenjamiz bor, Almayda. 7 ta nevaram bor. Mana shu yaxshi yashab yuribmiz. So'rayman fotovereyim mana. 3 farzandim bor, 1 qizim, 2 o'g'lim. Qizim
Andijon davlat universitetidan pedagogika psixologiya fakultetini bitkazadi nasib bo'lsa. O'g'lim iqtisodiyot universitetiga kirgan. Yasharaman, qatori. Endi yozmasan, bitta farzandim bor, 4 ta o'g'il. Ikkitasi oliy ma'lumotli. Ikkitasi o'rta ma'lum o'qiydi. Boshqa yashamaymiz. Bitta chiqargan bor, ikkinchisi Termiz davlat pedagogika institutida o'qiydi. Bolalar yosh. Onasi bo'laman, 3 qizi bir o'g'il, 3 qizni uyli joyli qilganman, 6 nevarani buvisi bo'laman. O'g'lim Bishobi shahrini tarix institutiga o'qiyapti. Xudoga shukr, hayoti yaxshi. İki oğul, 2 kızım var. 6 nevaram var. Xudoga shukr. Qobil Murod Ali. 3 farzandim bor. Tashqarida 2 o'g'lim bor. Chaqirsam. To'sh partiya. 4 ta farzandi bor, 2 o'g'il, 2 qiz. 4 ta nevaram bor. Yaxshi. Hayot zakoniga eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Ey bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Hey do'stim, sog'indingmi bolalikni? Hey do'stim, sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor qarindoshdek bo'lib ketgan.